savol tug'ildi. Meni oldimga bir ayol kelib, bir joyga bo'lib qo'ydim, aynib ketdim. Yana bittasi kelib, domla deydi, uyimizga nokar keldi, eshigim tagiga 20 ta qora jitti qo'yib qo'ygan. Haligilarda men bolalarning sonini o'lchab qilay desam, mahallaning yosh bolalari keliblar ekan. Ular ham o'zimiz bolalar. Elda nolishini gapirishga majburman. Hoji aka, siz o'sha kuni siz qilgandirsiz. Mendan xafa bo'lmang. Menga qorib gapirdi demang. Elga men murojaat etkazishga majburman. Elda iltimosi men elga yetkazgan. 20 talab qora jipni qo'yib qo'ydi. Haligi to'plisini yetmasdan meni mancha oq gilomimni bosib, ichkari kirib o'tirib olib, "Ket, beradiganingni berdi" baqirib turibdi. Kuyovim oldida, qudalarning oldida "Sen kimsan?" degan jur'atim yetmadi. Men chidadim, kimdir chidamayotgandir, domla gapiring degan. La khayra fi sirf. Bir so'm qilingan isrofda yaxshilik bo'lmaydi. Siz undan savob topmaysiz. Isrofda nima keragi bor, jon birodarlar? Yosh bolalarning pul to'planishiga mutlaq qarshiman. Yosh kattalar muhtojligida ahliyati to'plar ekan. Ona ahmoqlar topgan pulini artistga sarflar ekan. Yosh bolalarning pul to'plashi harom masala ekan. Men shuni tushundim. Yosh bolalar pul to'plasa, yo artistga isrof qilar ekan, yo mashinaga ishlatar ekan. Qaysi yosh bola novos olib baylab qo'yib biznes qilgan ko'rdingiz? To'platmaylar bolalaringga pulni. Domlar harom dedi deng. Men mana shuni isbotlab beraman. Bo'da bolalar pul to'plasa aqli zaif bo'lar ekan-da. Alloh subhanahu va taolo Niso surasida "Va la tu'tus sufaha amalakum" ona hali hisobni bilmagan ahmoqlarga pullarini qo'liga ushlatmaylar degan. Yosh bola pul topib o'zi oshnasiga pul qo'shmasin, dadasi olib qo'ysin. Oyati karima. Allohning hukmini bajara olasizmi? Otamisiz, otaligingizni qiling. Bolangizni qo'lidan pulini olib qo'yishga Alloh buyurgan. Niso surasini oyatini oching. Va la tu'tus sufaha. Ana bolangiz hali pul ishlatishga ahli yetmaydigan ahmoq. Uni olib qo'ying degan. Farzuquhum fiha topgan pulidan yegizib turing. Vaqsuhum kiyintirib turing. Va qulu lahum qawlan ma'rufa yaxshi gapiring. Seni pulingni to'plab o'zingga uyqu beraman. O'zingga kiyim qilib beraman deng degan Alloh taolo o'rgatgan hayoti bor. Bo'lmasam bolangiz oshnasiga pul qo'shyapti, u artist kelyapti. Dangur gapalo bormi? Hoji aka ikamiz shikolatni yo'qligicha ezilib ketdik, to'g'rimi hoji aka? Rahmat, otangizga rahmat. Ko'lani yo'qligicha bo'ynim uzilib ketdi, gapiraver. Endi artistga to'lganini qarasangiz, men 10 so'm shikolat yo'q qilaman desam, 10 milliard artistga ko'rsa, harom-ku bu. Yana nimamish erkak urg'ach oralashib o'ynab yurganda, harom-da, to'g'rimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aslu jami'il xato yahbu dunya. Nima xato chiqsa dunyoni muhabbatidan chiqar deydi. Bolalarimiz pul topsam bo'ldi deb ishlatishni bilmay qoldi. Topganingdan ham so'ralasan, ishlatganingdan ham so'ralasan. Endi buni kim gapiradi? Muhtaram jamoat, men imomman. Vazifamni bajardim. Betim qizarib, peshonam terlab gapirdim. Siz erkaklik qilib yo'lga solalasizmi ona bo'laysiz? Men gapirdim. Xunayib, tirishib vazifamni bajardim. Siz otalik qilalasizmi? Bo'lmasa ro'molingizni o'rang. Bolalar artist olib kelgan pul sarflasa, bolangiz bo'rayni yo'qotib kelganda nosog'liqqa boru. Harommi? Shuni shariat harom deydi. Hatto ota-onangga 3 xudoy qilsang ham, 40 qilsang ham seni dunyoga keltirgan otang uchun qilsang ham isrof qilma deydi. Ota bu borini berib yuborsa ham, lekin o'shingda ham kirib bilasizlarmi? To'g'rimi? Mana guvohlarim bor. Ehsonga kirib olib, bu yer o'lim. Yuragingga sig'masin topishni olish. Esimdan chiqib qolsin desin, mukammallik bo'lmasin, o'limda yig'layotgan joy bo'ladi. Bir kam dunyo bo'lsa, unda o'lim bo'ladi. To'yda ekan hamma yo'q bo'ladi deb, hatto o'limda ham men isrofni oldini olib ekonomga chaqiryapman. To'g'ri, bilasizlar-a? Endi bu bolangiz sog'lig'ini yo'qotgan narsani, g'irq harom bo'lgan narsaga sarflayapsa, men qanday ko'z yumib turay? Men u narsaga Robbim oldida qanday javob beraman unda? To'g'ri, ba'zi narsani gapirayotganda jichcha haddan oshib ketadigan fe'lim bordir. Bo'lmasam siz gapiring mana. Buni men qanday yetkazishim mumkin? Ertaga ishoning, men ham so'ralgan kunim o'ta qiynalib qolaman. Bolalaringni ishoning, ana mashinaga sarflangan pul harom. To'xtatinglar. Yetkazmadi demang, domla, aytmagan ekansan demang. Men ko'chani qizg'onib aytmayapman. Stadionni changi testaydan indamadim. Mana men bir do'q qo'shniman. Stadionga olib kirib olib, Jigulida anaqa rolini burib olib, rushnoyni tortib olib, changi testda indamayapman. Bolangiz xursandchilik kun ekan deb sizni hurmatingizdan indamadim. Men o'ta ko'p narsaga ko'z yumyapman. Lekin siz qiyomatda nima bo'lasiz? Bo'layotgan voqea. Siz hali uyda bo'lasiz-da. Men masjidda ekan. O'sha yerda bitta oshnasi mashinada taqit urib qo'ysa o'lib ketadi.
juvoni mard bo'l. Kuyikadigan masala shunaqa qilmanglar. Va birovni men kecha birovnikiga so'ng kirsam, hali ilon bor, o'ldi deganda 100 minglikda. Endi uni loy patinkasi bilan esda achinaman-da, to'g'rimi? Bechorani puli ketgan. O'sha ham isrof. Yegizayotgan ovqatini turini ayting. Qancha ovqat qilsam yetmayapti deydi. Deydi, tojaka mahallada yosh bolalar hammasi mashinaga o'tkazmasa deydi, mayoqdan qochib bo'lyapti. Mana to'qchilikdagi hisob-kitob og'irroq bo'lar ekan. To'qchilik bor, qorin to'g'likda, hamma yo'q borlikda bilinmayapti, lekin harom. Bugun boru yetalyapti, to'g'rimi? Masalan, uyingizga 100 ta mehmon chaqiruvdingiz,